Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi pechkamiz, birinchi pechkamiz kecha qurib ketdik. Mana mo'ri zigzag bo'lib chiqib ketgan. Reflyonka listdan qilingan to'rlik o'sha O'zbekiston tumani Boboxo'jaga kecha o'rnatib ketdik mana. Ishlari bilan hamyoqni olib kelib, o'rnatib berdik. Mana old tarafda bunaqa turbalari bo'ladi, orqa tomonda bo'lmaydi. Pechkamiz 1 metrli qanoti bor. Qanotning vazifasi mana profilga taqalib urilganda oldi orqa isitadigan bo'ladi. Bunda yonboshdagi issiqlar ham chiqadi. Effekti ham yaxshilanadi pechkani. Shuning uchun постоянно biz qanot qo'yib uramiz pechkani. Xizmatlar vodiy bo'ylab sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Narxlar telefon orqali telefon qilsalaring narxlarni bilib olishlari mumkin. Nimaga narxlar aytmaymiz? 2 yildan keyin ko'ryapti odamlar. 1 yildan keyin ko'ryapti. Narxlarcha o'zgarib qolsa, videoda bunaqa degansiz degan gap so'zlar ko'payib ketyapti. Shuning uchun narxlarda aytilmaydi bizda. Pechka old tomoni, orqa tomonini ham ko'rsatamiz. 3,5 ga 5 xonalarda ikkitasini bemalol isitaveradi. Bitta sezonda, qish sezonida 1,5 tonna ko'mir yoqadi. Orqa tomoni mana sarg'ishlarda mana shu sarg'ishda qilamiz. Sariq, oq, maloshniy ranglar juda chiroyli chiqaveradi. Sarig'i hadovoy. Qizillarni tavsiya berilmaydi. Qizillarcha bug'ib qo'yyapti. Xizmat bo'lsa, vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.